Assalomu alaykum, qadrli bilimdorlar. Bugungi mavzuimiz realizm va tanqidiy realizm adabiyoti. Rejalar bilan tanishamiz. Birinchi rejamiz: adabiyotda realizm tushunchasi, tanqidiy realizm. Ikkinchi rejamiz: fransuz realizmi. Navbatdagi rejamiz: ingliz realizmi va to'rtinchi rejamiz: nemis realizmi. Realizm oqimi adabiyotga qachon kirib kelgan degan tabiiy savol tug'iladi. Realizm oqimi adabiy oqim sifatida 19-asrning 30-40-yillariga kelibgina to'laqonli shakllangan. Realizm o'zi lotincha so'zdan olingan bo'lib, mavjud, haqiqiy degan ma'nolarni anglatadi. Va realizm adabiyotshunoslikda realizm termini tor va keng ma'nolarda qo'llaniladi. Keng ma'noda bu terminni qo'llaganimizda, demak bu terminning ma'nosi badiiy asar bilan real voqelik munosabatidan kelib chiqadi. Ya'ni bu holda realizm estetik tushuncha bo'lib, hayotni reallikka muvofiq tasvirlashni, hayot haqiqatini bildiradi. Tor ma'noda esa realizm hayotni haqiqatda mavjud narsa hodisalar mohiyatiga muvofiq tarzda voqelikda mavjud faktlarni tipiklashtirish asosida yaratilgan badiiy obrazlar orqali aks ettirishga asoslanuvchi ijodiy metod va omili ravishda shu metodga tayangan adabiy yo'nalishni bildiradi. Va aynan realizm metodi 19-asrning o'rtalarida maydonga kirib kelgan oqim sanaladi. Realizm metodida adabiyotning bilish funksiyasi ustuvorlik qiladi. Realist ijodkorlar adabiyotni olam va odamni idrok etishning muhim va samarali vositasi deb biladi. Shunga ko'ra, realizm hayotni butun murakkabligi bilan keng ko'lamda aks ettirishga intiladi. 18-asrning o'rtalarida maydonga chiqqan realizm metodi yoki yo'nalishi sho'ro adabiyotshunosligi davrida tanqidiy realizm deb, sho'ro adabiyotining yo'nalishi esa sotsialistik realizm deb atalgan. Va albatta bu har ikkala terminning fanga kiritilishida Maksim Gorkining xizmatlari beqiyos. 19-asr realizmini uning tahliliga moyilligini hisobga olib, tanqidiy yoki klassik deb ataydilar. Realizm shaxs va jamiyatning doimiy harakatida, dinamik aloqalarda aks ettiriladi. Buning uchun badiiy tasvirning turli shakllaridan foydalaniladi. Chanflyori va Duranti boshchiligidagi bir guruh fransuz yozuvchilari realizm terminining paydo bo'lishiga sababchi bo'ldilar. Ular 19-asrning 50-yillarida ushbu termin bilan haqqoniy, muallif munosabatisiz borliqni aks ettirishni atadilar. Realizmning umumiy qonuniyatlarini ishlab chiqqan, milliy xususiyatlarni shakllantirgan yozuvchilar sirasiga Fransiyada Stendhal, Balzac, Mirimi, Flaubert, Baudelaire, Beranger, Angliyada Dickens, Thackeray, Gaskell, Bronte, Germaniyada Heine va Fontanelarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Fransuz realizm adabiyoti. Fransuz realizmini shakllanishi mamlakatdagi muhim siyosiy voqealar bilan chambarchas bog'liq. 1830-yilning iyul oyida sodir bo'lgan inqilob, 1831-34-yillardagi qo'zg'olonning ta'siri katta bo'lgan. Chunki bu tarixiy voqealar Fransiyaning siyosiy hayotidagi ulkan burilishlarga turtki bo'lib, qirol Louis Philippe monarxiyasini inqiroz holatiga oldi.
keldi. Fransuz adabiyotida tanqidiy realizm, Stendelning Qizil va qora, Parma ibodatxonasi romanlari, Balzacning Goryo ota, Bobsik, Yevgeniya Grandiy asarlari, Merime novellalaridagi real voqelikka tanqidiy munosabatida o'z ifodasini topgan. Fransuz adabiyotida realizmning hukmronlik davrini ikki bosqichga bo'lishadi. Birinchisi realizmning paydo bo'lishi va tan olinishi. Ikkinchi davrimiz esa 19-asrning 50-70-yillar realizmi. Fransuz realizmining gullab yashnagan davri 30-40-yillarga to'g'ri keladi. Ayni shu yillarda yuqorida ko'rsatib o'tilgan ijodkorlarimiz o'zlarining salmoqli asarlarini yaratdilar. Ya'ni o'sha Beranger, Merime, Stendhal, Balzac, Emil Zola va boshqalar. Yozuvchining jamiyatdagi o'rni haqida Honoré de Balzac insoniyat komediyasida fransuz jamiyati o'ziga o'zi tarixchidir. Men esa uning tarixini tasvirlovchi oddiy kotibman deb yozgan edi. Ta'kidlash joizki, 19-asrning ikkinchi yarmigacha romantizm va realizm terminlari o'rtasida ajralish bo'lmagan. Realistlar romantiklar deb atalgan. Fransuz realizmining tarixi Berangerning qo'shiqqa oid ijodi bilan boshlanadi va bu tamoman tabiiy hamda obyektiv qonuniyatlarga asoslangan. Chunki adabiyotning kichik janri bo'lgan qo'shiq o'z zamonining barcha diqqatga sazovor hodisalariga o'z vaqtida shiddatli javob qaytara olgan. Honoré de Balzac ijodi 19-asr Yevropa realizm adabiyoti rivojlanishining cho'qqisi hisoblanadi. Buyuk adib Fransiyaning adabiy tarixini jamlab, insoniyat komediyasi deb nomladi va roman epopeyaning muallifi Yevropalik deyarli barcha buyuk ijodkorlar Rabelais va Shekspirdan tortib Skottgacha, fransuz romantiklaridan Stendhalgacha o'rganadi. Birinchi she'riy tragediyasi Kramel muvaffaqiyatsiz chiqadi. Balzacni yozuvchi sifatida elga, jahonga, umuman adabiyot shnavandalariga tanitgan asar bu Shu'arlar romani hisoblanadi. Shundan so'ng Balzacning Bobsik, Sahri teri tilsimi, Polkovnik Shager, Yevgeniya Grandiy, Goryo ota va boshqa asarlari chop etiladi. Dantening ilohiy komediyasidan ruhlanib, asarini insoniyat komediyasi deb nomladi va uni 3 qismga bo'ldi. Xulqlar haqida etyudlar, falsafiy etyudlar va tahliliy etyudlar qismlariga bo'ldi. Ingliz tanqidiy realizmi. Ingliz adabiyoti rivojlanishida roman janri strukturasining yangi xususiyatlari bilan boyishi, ingliz tanqidiy realizmining gullab yashnagan davri 19-asrning 30-40-yillariga to'g'ri keladi. Bu davrda zabardast realist yozuvchilar Dickens, Thackeray, opa-singil Brontelar, Gaskell va boshqa ijodkorlar ijod qilishdi. 19-asr ingliz realizmi adabiyotini 3 davrga ajratish mumkin. Birinchi davr 30-yillar, ikkinchi davr 40 yoki och 40-yillar deb nomlanadi va 3-davrni biz 50-60-yillarga bo'lamiz. 40-yillar ingliz adabiyoti rivojlanishida yangi ikkinchi davrni boshlab berdi. Bu yillarda chartistlar harakati keng quloch yozdi. Ular ishchilar hayotining, ayol mehnatkashlarning ayonshida ahvolini ko'rsatadilar. Xalqning muhtojligini, mamlakatda islohotlar o'tkazilishini talab qiladilar. Nemis tanqidiy realizmi 19-asrning 30-40-yillarida Germaniyada ijtimoiy siyosiy yuksalish boshlandi. Mamlakat
18 ta feodal davlatga bo'linishiga qaramay, mashinasozlik sanoati va qishloq xo'jaligi jadal sur'atlar bilan rivojlandi. San'atda, jumladan adabiyotda ham 19-asrning boshlarida yetakchilik qilgan romantizm o'rnini realizm egallay boshladi. 30-yillarda Yosh Germaniya harakati shakllantirildi. Garchi u tashkiliy birlashmagan bo'lsa-da, yosh germaniyachilarni estetik qarashlari mavjud tuzumga salbiy munosabatlar birlashtirib turar edi. Buyuk nemis ijodkori Goethe aynan shu yo'nalishning mohir namoyandasi hisoblanadi. U o'zining Qo'shiqlar kitobi nomli ilk she'riy to'plami, yoshlik iztiroblari, lirik intermezzo, vatanga qaytish va 2 qismli Shimoliy dengiz deb nomlangan asarlarini aynan Qo'shiqlar kitobi to'plamiga kiritgan edi. Yoshlik iztirobida shoir ma'shuqasining bevafoligidan chuqur iztirobda qolgan yosh yigit obrazi orqali nemis yoshlarining tipik vakilini tasvirlaydi. Ular meni qiynaydi, rosa. Qon qolmadi rang ro'yimda. Ba'zilari sevganidan bo'lsa, ba'zilari dushmanligidan. Ular ohu qo'shdi oshimga, ular qo'shdi suvga ham zahar. Ba'zisi do'st keldi qoshimga, ba'zilari dushmandan battar satrlarni misol sifatida keltirishimiz mumkin bo'ladi. Bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.